Hamma salomsa, sizlar Ethical Gaming kanalidasizlar. Bugun biz for cycle degan mavzu o'tamiz. Bu mavzuda hozir qisqacha qilib tushuntirib bersam, masalan, kodlaringda bir ikkita xatordi. Endi 1-2 marta qaytarish kerak. O'shanda shu for cycledan foydalanamiz. Hozir endi buni tushuntirib bersa, hozir aytganimni tushunish qiyin. Hozir endi kodda tushuntirib beraman. Yozamiz. Mana mehmonlar deymiz birinchisiga. Keyin Ali, keyin Vali, Husan, Hasan, Olim, keyin pastidan for. Mehmon, in mehmonlar. Ana shu mehmonlarni shu mehmon degan so'zni tiqib qo'yapti, shu mehmonlar kodini. Endi mana keyingi qatorga o'tganimizdan keyin mana keyingi qatorga o'tamiz, sizda print mashina turadi. Tabni bosamiz. To'g'rilanib qoladi mana. M to'g'risi kelib qoladi. Yo bo'lmasa probel bilan o'zlarini kelishadigan bo'ladi. Tabni bosishlaring kelmasa. Keyin endi hozir ishlatib ko'rsak, mana shu mehmonlarning ismini chiqarib berish kerak. Qani? Ana, Ali, Vali, Hasan, Husan, Olim. Endi buni bekitib qo'yamiz. Yana bitta pastga. Endi yana xuddi shu kod bilan bog'liq yana kodlar bor. Hop. Yana shu kod kerak bo'ladi. Pastga o'tib tashlayman. Mana buni o'chirib, mana shuni o'chiraman. Endi buni ichiga qavsda ichiga ikkita qo'shtirnoq bilan f qo'yamiz. F string o'tgan mavzu emas. Hop, ichiga yozamiz. Katta harf bilan hurmatli, mana gulli qavs ochib turib, mehmon, keyin virgul qo'yamiz. Pastga tushamiz, tabni bosamiz, keyin yana bitta probelni bosib qo'yamiz. Yana bitta print bosamiz. Print qavsda ichiga yana ikkitali qo'shtirnoq. Sizni 20-mart kuni nahorgi oshga taklif qilamiz deb turib nuqta qo'yamiz. Pastga tushamiz. Endi bitta tabni bosamiz. Mana bu print to'g'risiga olamiz. Hop, endi yozamiz. Yana print, yana qavs ochamiz. Ishtali. Yana yozamiz. Hurmatli, kichkina bilan yozib qo'ydim. Hurmat bilan virgul hurmat bilan virgul Palonchiyevlar oilasi. Menga o'zlarining oilalarini yozsalar bo'laveradi. Shunga xo'p. Mana bu yerda xato chiqyapti. Taklif turib. Mana shu yerdan keyin enter bosib qo'yaylikmi? Taklif qilamiz buni sizni 20-martda. Mana bitta bunday qilib qo'yaychi. Ana, bo'ldi. Mana bundan probel bosmasa ham bo'lar ekan. O'zi yaxshi turibdi-ki. Probel bosib xato qilib qo'ydik, qani? Mana hurmatli Ali, sizni 20-mart nahorgi oshga taklif qilamiz. Hurmat bilan Palonchiyevlar oilasi deb turib, har bitta mehmonga bitta-bittalab yozib chiqdi. Mana. Endi shuni boshqacharoq usuli ham bor, hozir ko'ramiz. Hop. Natijasi to'g'ri chiqibdi. Yana bitta bor. Endi yozamiz yana pastga. Men bilan avval bekitib qo'yay.
F3 bosib qo'ydi. Pastga tushamiz. Yozamiz. Cars teng to'rtburchak qavsda ichida Nexia virgül qo'yib turib 3 ta ochsa bo'ladi o'zi. Bitta qilib turib yana bitta virgül qo'yamiz, ochamiz ham bitta. Yozamiz Tiko. Uchinchisi Damas. Pastga tushamiz. For car in cars. Endi mana bu koddaqa mehmonlar jadvalini mehmon so'ziga ichiga qo'yib qo'ydik. Pastga tushamiz. Hop. Hozir print cars card o'zi nuqta title aka title turib qavs ochamiz. Pastga tushamiz. Yana print qavs ochamiz. Ikkitali qo'shtirnoq ko'rganlar qilar havas deb yozib qo'yamiz. Endi hozir yozamiz qani. Nexia Tiko'da emas, ko'rganlar qilar havas. Ana, ko'rganlar debardimi? Men Nexia Tiko'da emas, ko'rganlar qilar havas. Ana. She'r kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Shoir sharmanda bo'ldilaringda. Bo'pti, endi yana boshqacha kodlari. Endi har bitta bizda hozir mana 3 tasini bitta qilib turib tag yozdik. Endi shu so'zni har bitta naqa yozib chiqar, har bitta kodga. Ctrl hammasini olaveramiz. Pastga tushamiz, Ctrl mana shu yerga tashlay. Ana. Endi yozamiz. Xuddi shuni qayerda nima qilish kerak hozir? Qana. Bo'ldi, bitta mana shuni tab bilan hammasi hal bo'lar ekan. Mana bu yerda print orqaga tayib turadi. Bunda temayapti. Tabni bitta bosib qo'yamiz, bo'ldi. Nexia ko'rganlar qilar havas, Tiko ko'rganlar qilar havas, Damas ko'rganlar qilar havas. Ana hammasi ishlayapti. Endi bitta mavzularimiz endi qisqa ekan. Hozir endi keyingilari boshqa mavzu yo'q, mayli. Bir ikkitasida o'tib qo'yaveraman, mayli hozirgisida. For yordamida sonli ro'yxatlar bilan ishlash. Hop, yozamiz. Sonlar teng list qavs ochamiz. Range yana bitta qavs ochib turib 1 11 deb yozib qo'yamiz. Pastga tushamiz. For son in sonlar yana bitta pastga tushib tabni bosamiz. Print qavs ichiga qo'shtirnoq bilan F string kerak bo'ladi. Gulli qavsni ichiga yozamiz. Son ichiga yoz. Son tashqarisidan jadashab ning kvadrati 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
Endi yana bitta gulli qog'oz ochib turib, son ikkita yulduzcha, keyin 2 turib getting. Bo'ldi, pastga tushmasa ham bo'lar. Qani? Qayerdadir xato ketdi. Men buni tabni bosmay qo'ysaymikin? Yo'q, tab kerak shekilli. F-string son. Sonlar. Ana. Son. Qayerda xato ketdik? Sonning kvadrati. Keyin buni 2 marta ko'paytirilganga teng bo'ladi. Deb qo'yay. Hop. Bitta probel tashlasaychi. Print f-string ichida sonning kvadrati. Amma to'g'ri ketyapti-ku. Bo'ldi. Ana, buni qayerda xato? Men bu nuqtani virgul qilib qo'yish kerak shekilli. Nima? Listmi? To'g'ri. Men bitta qolib ketdi. Range. Ana. Endi mana 1 ning kvadrati 1 ga teng, 2 ning kvadrati 4 ga teng, 3 ning kvadrati 9 ga. Shunday qilib kvadratlari kerak bo'lsa kvadratlarni topib olishlaring ham mumkin. Ana. Shu kod bilan. O'zi kerakdan ortiq keyingi darsda ham o'zi o'tib qo'ydim hozir. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.